Bitta yigit meni uchrashuvga taklif qilib, xohlaganingizni so'rang, hammasini olib beraman deydi. Men ham hozir so'raganingga pushaymon qilaman dedim-ku, chiroyli bo'lishni boshladi. Birinchi ko'rgandan voy farishta ekan u bu qiz, endi qo'yib yubormayman demasin deb men qora ko'ylakni kiyib oldim. Lekin tan olish kerak, qora ham menga slishkam yarashadi. No mayli, balki yigit menga yoqib qolar. Ish qilib shuncha chiroyli bo'lganimga yarasha hatto bu mashinasi bo'lsin-da. Sochimni yig'ib olmoqchi edim, u menga yoqishga harakat qilyapti demasin deb yo'q. Chunki hali meni bugun qayerga olib borishni bilmayman. Tuflicham, sumkacham, zirakcham va men uchrashuvga ketdim. Kesam, kostyum shumlada meni mashinalar bilan kutib olyapti. Qanaqa mashina deysizlar? Vlad Avtocity Changan Buxoro jamoasi tomonidan Toshkentda bo'lib o'tayotgan Changanning yangilangan modellari prezentatsiyasiga kelibman. Shaxsan menga CS55 Plus modelini komforti, dizaynlari shunaqa yoqdi. Meni eng hayron qoldirgani yaqinda taqdimoti bo'lib o'tgan bo'lsa, avtomashinani Vlad Avtocity'da joylashgan Changan Buxorodan birinchilardan bo'lib sotib olish mumkin ekan. Nima ham derdim, shaxsan men bu mashinani yangi trassa qotili deb nomlagan bo'lardim. Uchrashuvning oxirini kutyapsizlarmi? Men yigitga rozilik berdim, chunki bu mashinani menga berdi.